qaysi hayvon? O ibo yangi mashina olibdi, eshitdingmi? Voy, Matizmi chiqib? Yo'q, katta mashina. Ha? Ha, tishlaymi? Yo'q, havo qanaqadir margarinni burib bo'tdimi, yomon ta'sir qilyapti. Voy, o'tirlaring bitta mazasini ko'rlaring buni. Iloyim buyurmasin. Ha? Ha, yo'q hech nima. Ibo bitta zo'r ashula qo'y, akustikasini ko'ringlar. Hey. Yaqinlar bilan bitta story solish kerak. Kameraga kiruvdim, o'chib qoldi-yu. Palov pulga mashina olishni bilasan-da, oddiy narsalarni bilmaysan, turishi. Bo'pti, yaxshi dam ol. O, Iboni mashina urib ketibdi. Ha? Voy xudoga shukr. Yurchi qani ko'rgani boringlar? To'g'ri. Oyoq qo'llaring sinib, san urgan odam qochib ketdimi ish qilib? Yo'q, mana Janatutda klip ko'rib yotibman. Ana odam polniy litsenziyalarni ko'taryapti. Endi sen tez tuzalib ketasanmi? Ha, chiqishimga ana odam 2 xonali uy olib berar ekan. 2 xona. Odam.